你好 Men Hindunzong 52. Men esa Hindunzao 78 xorijiy g'o'za naviman. Biz Xitoy seleksiyasiga mansub navlarmiz. O'zbekistonga o'zimiz bilan birga zamonaviy agrotexnologiyamizni olib kelganmiz. Bu usul Shinjon tajribasi deb ataladi. Unda biz qo'shqator 76-10 sxemada ekilamiz. Tomchilab sug'orish orqali parvarish qilinamiz. Plyonka ostida tuproq harorati 8-10 gradusga yetganda ekish tavsiya etiladi. Ko'chat qalinligi gektariga 220-240 ming tub bo'lganda mo'l hosil beramiz. Bu zamonaviy usul orqali paxtamizni mazza qilib terim mashinalarida terishingiz mumkin bo'ladi. Bizning o'suv davrimiz 115-120 kunda tashkil etadi. Har bir ko'sagimizdagi paxta og'irligi o'rtacha 5-6 gram bo'ladi. Tola chiqimimiz esa 43% ga yetadi. Tolaning o'rtacha uzunligi 30 mm ni tashkil qiladi. To'g'ri parvarish qilinganimizda 70-75 sentrgacha mo'l hosil beramiz. Biz suvsizlikka va tuproq sho'rlanishiga chidamli navlarmiz. O'rtacha sho'rlangan yerlarda ham yaxshi natija ko'rsatamiz. Saraton issig'ida gullarimizni tashlamaymiz. Ko'sak qurti va glifosatga qarshi genlarimiz mavjud. Shuningdek, vil kasalliklariga ham chidamlimiz. Ayni kunlarda urug'chilikni rivojlantirish markaziga qarashli Bessedis urug'lik tayyorlash korxonalarida mahalliy sharoitda yetishtirilgan fotoseparatordan o'tgan sifatli chigitlarimiz bilan ekish mavsumiga shay turibmiz. Ishonchli, toza va hamyonbop chigit izlayotgan bo'lsangiz, aynan bizni tanlang. Bizni ekkan fermerning umidi oqlanadi, mehnati zoyi ketmaydi. Shu sabab videoni fermer tanishingizga yuborib qo'ying. Videoga like bosishni unutmang.